Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt yordamida kinobot tayyorlashni o'rgataman. Birinchi bo'lib brauzerdan ChatGPT ga kiramiz va shunday deb yozamiz. Salom, men Telegram bot yaratmoqchiman va men kod yozishni bilmayman. Menga Telegramda kinobot yaratishni o'rgat. Gapda biroz xato bor. Uzr so'rayman xatoliklar uchun va bizga javob berdi. Mana shunaqa deb bot fazerga kiring deyapti Telegramda. Mana bot fazer deb yozsangiz chiqadi. Va birinchi bo'lib new start tugmasini bosgach, new botni bosasiz. New botni bosgach, bu yerda sizlarda so'raydi, ya'ni sizning botingizni user qismining nomi. Xuddi mana shunaqa bot fazer deb mana bu yerda yozilib turibdi-ku, xuddi ana shu yerning ko'rinishini, ya'ni name ism deyiladi-ku, xuddi ana shu yerni yozishingizni so'rayapti. Va yozib oldik, kinobot deb. Va yaxshi deb bu javob berdi, qisqacha qilib aytganda. Va bizdan username, ya'ni qidiruvda chiquvchi username, xuddi Instagram nickinglarini yozsanglar Instagramga chiqib keladi-ku nicklarning. Xuddi ana shunaqa nick yozishimizni so'rab qo'yapti. Yagona nick, name bo'lishi shart. Men o'zimning YouTube kanalimni username'ini yozdim. Eng asosiy yeri oxirida bot so'zini yozmaguningizcha bu bot ishlamaydi. Ya'ni bot ishlaydi. Sizning botingizga username berilmaydi. Ya'ni bot nomi qatnashishi kerak oxirida. Ya'ni o'zingizni username'ingizni yaratgandan keyin bot so'zini qo'yishingiz majburiy. Va bizga bu bot fazer nima deb javob berdi. Tushuntirib o'taman. Sizning botingiz yaratildi. Botning tokeni berildi. Mana bu yerda mana token. Bu token bir marta beriladi. Bu tokenni hakerlar qo'liga yoki begonalar qo'liga tushmasi kerak. Agarda tushgan bo'lsa nima qilamiz? Open tugmasini bosamiz. Va mana bu yerda bosamiz, ya'ni o'sha botni bosamiz va bu tugmani bosib tokenni almashtirib olishimiz mumkin, botni tokenini. Xullas, bu hozirda bizga kerak emas. Mana shuning uchun yopamiz va mana buni nusxalab olamiz va ChatGPT ga qaytamiz. Va yana bu yerga men tokenni yuborib qo'yibman. Mana shu botni tokeni kodga qo'shib yozib ber dedim. Va mana u yozib berdi. Kelinglar, buni sizlar bilan sinab ko'ramiz. Kopiya qilib olamiz. Va Pydroid 3 ilovasini telefonimizga yuklab olishimiz kerak. Pydroid 3 ilovasini. Mana kodni tashlab oldik. Endi yana ChatGPT ga qaytamiz va shunday deb yozamiz. Pip, ya'ni kutubxonasini ham yozib ber. Ya'ni Pydroid 3 kutubxonalarsiz ishlamaydi. Mana kutubxonalarni olamiz va qaytamiz. Bu yerda mana bosamiz va pip degan joyga bosamiz va bu yerga yozamiz. Xuddi haligina. Va install tugmasini bosamiz. Install tugmasini tegishmi? Gapimda xato ketdi, uzr. Error deyapti. Error deyapti. Demak, bu ishlamaydi deganimi? Qani sinab ko'ramiz. Ko'pchilik tushunmaydi. Botga kirib sinab ko'ramiz. Bot ishlayapti. Kinobotga xush kelibsiz. Kino kodini yuboring. Masalan 1-2-3. Bot ishlayapti. Hammaga xayr, kanalga obuna bo'lishni unutmang.
Agar videoda xatoliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman. Endi bu kinobotni qanaqa qilib video tashlaydigan, ya'ni kino tashlaydigan qilib yoki rasm tashlaydigan qilib yasashni keyingi darslarda o'rgatib o'taman. Ungacha xayr, kanalga obuna bo'lib qo'ying.